Assalomu alaykum. Meni ismim Rayyona. Men bugun sizlarga dangasa quyonchaning ertagini aytib beraman. Boshladikmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda o'rmon bor ekan. U o'rmonda quyoncha yashar ekan. O'rmondagi barcha hayvonlar quyonchani yaxshi ko'rishar ekan. Ammo quyoncha o'rmonda shataloq otib o'ynar ekan. Kitob o'qimas ekan, dars qilmas ekan. Bir kuni quyoncha rasiz erkibdi. Keyin o'rdak amakining do'koniga boribdi. O'rdak amaki menga ko'p ertaklar aytib beradi deb o'ylabdi. Borsa, eshik yopiq ekan. Keyin xafa bo'lib uyga qaytayotganda o'rdak amakining yo'lda uchratib qolibdi. O'rdak amaki, men sizning do'koningizga bordim, do'koningiz yopiq ekan. Keyin o'rdak amaki aytibdi, men mol olgani ketdim, 10 daqiqadan keyin qaytaman deb yozuvdim debdi. Lekin quyoncha o'rdak amakiga maktabga bormayotganini ham bildirmabdi. Chunki u o'qishni bilmas ekan. Aqli kirgan quyoncha ertadan boshlab darslarini qoldirmasdan maktabga qatnay boshlabdi. Shu bilan ertagimiz tugabdi. Shuning uchun yaxshi o'qish kerak.